Nanay 5 barmoqda 1 kilo qotirma yeb bersalaring. To'xta, yeb beramiz, muammo yo'q. Obunachilarimizga 2 kishiga chiroyli set qilib berasan. Bo'ldi gap yo'q, bosinglar. Bo'ldi. Boshladik, bismillah. Nanay 5 barmog'i qotirmasiga baho beramiz. Qani bosamiz. Bismillah. Qo'y go'shtini ta'miga baho beramiz. Bay. Ketadi-yu. Sizlarga gap bo'lish mumkin emas. Yoribdilar-yu. Ishonma. Jam shunaqa yumshoq pishadimi? Ketadi-yu. Set qilib yesa ketadi-yu. Nanay 5 barmoq qotirma yoribdi-yu. Qo'y go'shtiga koreyka ketadi-yu. Ketadi-yu. Doğru soqsiz ketmaydi, yo'q bak. Qotirmaga gap bo'lishi mumkin. Asma jigar. Anvar akaga ayt, seti tayyorlab qo'ysinlar. Bo'ldi. Ketadi-yu. Nanaga chiqib qimiz ichmay ketamiz ama. Bosamiz. Bismillah.